alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Hozir darsimiz kimyo darsi. Sizlar 42 guruhsizlar. Ochiq dars tashkil qilganman. Ochiq dars birgalikda o'tamiz. Kislorodsiz hayotimiz tasavvur qilinmaydi. Zaminda nima qiladi? Sho'rlar qoladi. Biz kimyoni nimani o'rgatamiz? Qarang, kimyo nimani o'rgatadi? Nimani o'rganamiz biz? Kimyo moddalar va ularni aylanishi. Bir-biriga aylanishni. Mana bitta modda, mana vodorod, mana kislorod guruhi. Ikkalasi qo'shilib, nimani hosil qiladi? Suv molekulasini hosil qiladi. Mana shu kimyo moddalar va ularni bir-biriga aylanishidagi fan. Yana kim